Asadullo, bu nima yotish bu ish paytida plyajda yotganda yotibsiz? Birpas dam olay deb ammo kecha kelgan narvonni qara, bu вообще zo'r narvon ekan bu. Qani? Har xil shakllar ekan ekan. Qara, bunda skameyka holatga keltirib dam olsang ham bo'lar ekan. Bu qo'shimchasiga qanaqa lesa shakliga ham kelar ekan. Qarang. Bunday qilib, Lesa shaklida ham mana bemalol ishlatsang bo'laverar ekan. ustiga chiqib chiqsa bo'laveradi. Chiq sen ham. Ham chiqaymi? Sinmaydimi? Yo'q, chiq. Ko'rdingmi mana? Qo'yib. Chiqsa ham bemalol ko'taryapti, lesa shaklida ham. Ha, buni ikkita tomonlama qilib uzun xomtay qilgani ham ishlatsang bo'lar ekan. Ikkita taraflamali qilib, ha? Juda bir qulay narvon ekanda bu. Voh. Qara mana. Bu yog'iga ham ko'taradi. Bemalol mana u yoqdan ham chiqsang bo'laveradi mana. 150 kilodan oshiq yuklarni bemalol ko'taraverar ekan mana. Buni bir tomonlama qilib ishlatsang ham bo'lar ekan. Bu juda ko'p funksiyali narvon ekanda bu. Mana bu yerdan shunday qilsang xomga chiqqani uzun narvon ham bo'lar ekanda bu. Sifati yaxshimi bu Xitoynikimi? Ko'ryapsanmi sifatni? Ikkamizni ham tengdan ko'taryapti mana. Qo'yib. Bir tomonlama bo'lganda 470 narvon bo'ldi. 470. Uzunligini qara buni. A shakliga, B shakliga kerak bo'lsa, butun alfavit bo'ylab buklab ishlatsang bo'laverar ekan. Bir tomonlama bo'lganda mana 470 uzunlikda bo'lar ekan. Agar sizga ham shunaqangi narvonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qila olasizlar. Respublika bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul.